Tapşırıqınızı işləşib berəy. Balanın tapşırıqını işləşib beriş qandaqdır balanın көз buyamçılığına həmdən boğanlıq emas. Bəlkə məktəb tərbiyəsidəki bir qism səvəliklərə idraki öhtü qopqanlıq. Balani uftavağıdək erkin fürsətə və hayat xoşallığına erişdiriş arqılıq onunğa öyrənişə əməli yüzlənişini öyrətiş üçün nailaj qo'llanadigan çare. Həm balanın öyrəniş qızğınlığını saqlab qalışdakı ünümlü usullarning biridir. Qızım başlangıç məktəb kirgəndən keyin onun tapşırıqları bilan asasən karımız bolmadı. Çünki o hər günlük tapşırıqni biz atayın sürüşdürüb, təkşirib yürümesəkmi özügüdən işləyələydi. Qısqası qızımның tələbçılığı bizni behuda g'am andishidan xalos qilgaydi. Amma bir mahal o'tgandan keyin u yana tapşırıqdan bezar bo'lishga boshladi. U gayda voy bir xam xatni 3 qurmi yozamdi. Bu xatni o'lishgimi, tunugimi yozgan bo'lsak, bugun yeni yazinglar debdi, deb vaysaytdi. Bir kuni qizim yana ashunda qo'dirg'al turib edi, tapshiriq daftarini elib tafsili ko'rib baxdim. Demisimi ba'zi mazmunlarni yezib yurishning yoki unchavalajaq yetib yurishning hojati yo'q ekan. Masalan, tapshiriqni yezib kelishga berilgan xam xatlarda xat soni emas, balki qur soni o'lchab qilindi ekan. Muallim hadislar 2 qurdan yezib kelinglar, 3 qurda yezib kelinglar, hatto 5 qurda yezib kelinglar deb o'rlashtirdi ekan. Men balalarning biror xatni esda tutib olishini xohlaslar, uni tekrar yezib yurmasimi o'rganib olaydiganligiga ishondim. Shunga qizimga muallimdan tapshiriqda har bir xam xatni qancha qatim yezish kerakligini o'zimning ahvoliga qarab bekitsam bo'lamdi deb so'rab beqing. Agar siz so'rayolmasangiz men berib deb baqay. Qanday dedim? Yo'q, dedi qizim. Muallim unumaydi. Hozir ba'zilar boshlang'ich maktablarning tapshiriqlarini individuallashtirishni murojaat qilayotgan bo'lsa-mu, u muallimlarning nazaridan yana yiroq turibdi. Buningga tapshiriqni individuallashtirishning avorchiligi ko'proq ish ekanligi sabab bo'layotgan bo'lsa-mu, muhim nurg'un kishilar qatmal ideyaning ta'siri tufaylidan unda qilishga bo'lmaydi deb qarayotdi. Shunga navoda biror bola muallimga bu mazmunlarni o'rganib bo'lgaydim, shunga azroq yozaychu deyishga petnalagan taqdirdami, muallimning uni bir sinfda kaminglar barobar tursanglar, sen nimishqa boshladin oz yozg'udaksa, o'rganish ko'ngling tatsa yeydigan, ko'ngling tatmas qo'yib qo'ydigan tamoq emas. Jafoliq emgak, boshlardan oz yezib, yolqovonlik qilmoqchimi deb rad qildiganligi aniq. Yomon yeri bundaq nabob ideya bara-bara bolalarning ingiga singib ketadi. Mubada muallim biror bolaning ashunda qilishiga ma'qul bo'lgan taqdirdami, boshqa bolalar uningga nima uchun e'tibor berilgudak deb o'kti qo'yadi. Men qizimning tanglikda qilayotganligini bildim. U ishni muallimga deb aqtirishning mumkin emasligiga ko'zim yetdi. Shunga u yan o'ylab qizimdan so'rab baxdim. Bu xatlarning hammasini o'rganib bo'ldingizmi? Unchavalajaq yezib yurmasingizmi, unutib qolmaydiganligingizga ko'zingiz yetamdi? Ha? Menimcha bunday qilaylik, dedim. Kitobni men o'qib beray, siz anglab yozing. To'g'ri yoza olganlaringizni bir qatimdan, to'g'ri yoza olmaganligingizni 3 qatimda yozing. Qolganini men yozib to'ldirib o'tay, bo'lamdi. Buningdan tanglikda qolgan qizim go'yo gaplarimga ishonmagandek, menga ham xo'shal, ham gumon nazari bilan qarab ketdi. Qizim arsonlikda bunday qilsak bo'larmi, soxtabaslik bo'lib qolarmi deb o'ylayotdi. Qizimning chaqnab turgan ko'zlariga qarab ishonch bilan, hech qisi yo'q qizim. O'rganishdan maqsad bilib olish-ku. Muallimning ham xatlarni tekrar yozinglar degani sizlarni bilib olsin degani emasmi? Shunga o'rganib bo'lgan xatlarni unchavalajaq yezib yurmasingizmi bo'ldi, dedim. Qizim niyatimni tushundi-yu, ammo andishishida so'radi. Muallim sizning yezib berganingizni bilib qolsa meni tillaydi. Sizning po'jarkingizga o'xshatib yozay. Menimcha muallim sizlanmaydi. Ang bo'lmaganda bugun bir sinab ko'maylimi, dedim. Qizim ham xo'shallik, ham xijillik ichida beshini langishdi. Shu kuni til adabiyot darsligidagi 8 xam xatni 2 qo'ldan yezib kelish topshirilgan ekan. Qizim u xatlar ichida faqat birigina xamroq bo'lg'achqa uni 3 qatim yezib, qolganlarini bir qatimda yozdi. Muallimning degandek bo'lsa, topshiriqda jami 160 xat yezishga to'g'ri keladi. Ammo qizim faqat 11 xatlarni yezib, shu kunlik topshiriqni o'ng'ayli tugatgan bo'ldi.
Qizim bu 11 xatni bo'libmi 3 qatim yetishga to'g'ri kelgan heliqi bir xatni nihoyat astoydillik bilan marjandek yezib chiqdi. Qizimning bundaq astoydilligidan qaraganda, uning topshiriqqa berilgan xam xatlarni 3 qatim yozsa bemalol o'rganib oladiganligida gap yo'q edi. Deganim bo'yicha topshiriqning qolgan qismini men to'ldirib o'tmoqchi bo'ldim. Әмма odatda xatni yozmachi yozsa birər bət maqalni həş-pəşligicha bitirib ötkil bo'lgan bilan bosmachi yezish unchola oson emaskan. Uning ustiga xatni bolalarniki o'xshatibroq yezish texim taska emasmi? Shundan keyin pat-patla qizimning topshiriqlarini ishlashib beradigan bo'ldim. Har qatim qaysi xatlarni yozib berganimni qizim belgilaydi. Men aralashmaydim. Chunki buning mundaq ikki turlik foydasi bor. Biri balaga o'zini tanışashni o'rgatkil bo'ladi. Yana biri balani o'rgatilgan narsalarni texim pishiq o'zlashtirib olishiga qiziqtirib bo'ldi. Chunki bala pishiq o'zlashtirib olgan mazmun qancha ko'p bo'lsa, uning takror yozganlari shuncha oz bo'ldi. Dadasi dastlabda unda qilmishimga balaning topshiriqini ishlashib bersangiz uni yomon o'rgatib qo'ysiz deb qo'shilmagan edi. Men uni bunday tushuntirdim. Qizimizni tushunaman. U herkes o'z o'rganib bo'lamagan mazmunni mening yezib berishim tashlab qo'ydigan bolalardan emas. Uning yezib berganlarim u allaqachon o'rganib bo'lgan, takror yezib yurmasin bo'ldigan nuqtalar. Bolalarning yaxshi yomonni ayirishini to'g'ri bo'ladi. Uning ustiga odamiy xislat yaxshilikni qo'llab, yomonlikni to'sish ifodalanadi. Shunga qalbi pok, g'ururliq bolalar hargizmi boshqalarning yaxshi ko'ngildan foydalanib saxtabazlik qilmaydi. Amaliyotda shunday bo'ldi. Qizim men topshiriqni ishlashib berishga boshlagandan buyon topshiriqlarni texim ko'ngil qo'yib, bemalol va talabchanlik bilan ishlaydigan bo'lib ketdi. U o'z tugutuvtaligidek topshiriqni imkoniyatining boricha menga oshirib qo'ymaydi. Ham mendan g'ururlik sabablik yordam talab qilmaydi. Shunda qilib men toki to'liqsiz o'rta maktabning 1-yiliga chiqqacha uning topshiriqlarini on-sonda ishlashib berdim. Dastlabki chog'larda ko'proq yordam qilganimni hisob qilmaganda, yordam qilgan vaqtim har mavsumga o'rta hisob bilan 3-4 qatimdan to'g'ri keladi. Ish qilib bolaga topshiriq ishlashib berishning ziyni yo'q. Balki nurg'un foyda bo'lganligini bayqadim. Birinchi, bolaga darsdan keladigan ziyoda besimni va azobni azaytib, uning o'rganish qizg'inligini saqlag'ili bo'ladi ekan. Ikkinchi, bolaga o'rganish o'zini qiynash badaliga boshqalarga ko'rsatilgan ish emas, balki amaliyotchilikni talab qiladigan ish degan qoidani o'rgatish orqali bolani amaliyotchilikka odatlantirib, o'rganish unumini o'stirgil bo'ldi ekan. Uchinchi, bolani tugamas topshiriqlar ishidan ozod qilib, uni devog'idek fursatga erishtirgil bo'ldi ekan. Shunglashqimi, qizim darsdan sirtqi kitoblarni o'qiydigan odatini izchil davomlashtirish bilan birga to'liqsiz o'rta maktabga chiqqandan keyin nurg'un vaqt chiqarib kompyuter o'yinchiq o'ynaydigan hikoyalarni yozgan bo'ldi. To'liq o'rta maktabga chiqqandan keyin darslari har qancha aldirash bo'lib ketsa-mu, darsdan sirtqi kitob o'qishni hargiz tashlamadi. Hatto inglizcha romanlarni o'qiydi. Hajviy rasmli kitoblarni ko'radi. Darsdan sirt o'qiydigan kitoblar uning nurg'un vaqtini olgan bo'lsa-mu, qizim har qaysi darslardan berilgan topshiriqlarni vaqtida ham obdan o'rindab, izchil yaxshi natijalarni oladi. Ba'zilar bu qiz vaqtni qanday yetkazgandu deb hayron qilishadi. Menimcha bu qizimning kichigidan boshlabla o'rganishda muhim nuqtalar bilan odatlik nuqtalarni farqlantirib, o'rganish planini amaliy ahvoliga qarab jonliq tanishib turishga odatlanganligi sababdan bo'lsa kerak. Uning ustiga qizimning darsdan sirtqi o'qiydigan nurg'unlagan kitoblari uning bilimini oshirib, aql bulug'ini echishiga turtki bo'lish bilan birga o'rganish iqtidorini oshirib, uni ham bemalol va unumli o'rganish imkoniyatiga ega qildi. Qizim o'zining o'rganishi bilan muallim bergan topshiriqni izchil turda moslashtirib tamomlab, u ikkisini bir-birini to'liqlaydigan omillarga aylantirdi. Topshiriq vazini o'rganishdan bezgan, yarim soatlik topshiriqni 2 soat ishlaydigan bolalar qaraganda ko'p talaylik edi. Bu yerda ota-onalarni shundoq ogohlantirmoqchiman. Bolalarga bo'libmi boshlang'ich maktabdagi chog'larda o'ziga taalluq vaqt chiqarib berishga alohida diqqat qilaylik. Topshiriq, muzika mashqi va darsdan sirtqi kurs deganlar bolaning vaqtini butunlay egallab olib, uni tunjuqtirib qo'ymasin. Har kuni bolaning o'ziga taalluq vaqti bo'lsin. Mashhur pedagog Suxominskiy mundaq degan ekan. Bolalarning o'ziga taalluq vaqti ba'ni sog'lomlik uchun kam bo'z bo'lmaydigan havoga o'xshaydi.
Balaның барлық vaqtini o'qitish uchun egallab olmay, uningga o'zi o'rlashtiradigan belgilik vaqtni qoldirgandala, bala ondan o'rganishga o'ngishliq ishkirlay oladi. Balaның vaqtini turli darslar orqali qancha ko'p egallab olganda, uning fikr qilish va o'rganish vaqti shuncha azayib ketadi. Buning bilan balaning yukining ig'irligidan hasrash va o'rganishda chekirib ketish ehtimolligi shuncha kuchli bo'ladi. Yana shu narsa hammamizda bo'lsinki, balalar o'ziga taalluq vaqtni televizorga atib etmasin. Chunki televizor ko'rish balalar uchun aytganda boshqa shakldagi bir xil tushak. Shundaqla ish puchuqdan chiqarishdagi yomon odat. Shunga balalar o'ziga taalluq vaqtda kitob o'qisin, do'stlari bilan o'ynasin yoki ota-onasi bilan sayli qilsin, to'p va shaxmat o'ynasin. Qisqasi o'zining jismoniy va psiqik sog'lomligiga foydali faoliyatlarning har qanday bilan shug'ullansin. Balaga tapşırıq işleşip beriş özgücürek etmişlerden boğalık üçün nurgun ata-onalar xuddi qızımның dadısıdek oylaydı. Bu xil endişe əməliyyatda çoğlarning balalar haqidagi xata tushunchasining mas'uli. Chunki undaq kishilar balalarning tug'ma aql keldiganligiga ishonmaydi. Shundaqla ular bu xil xata tushuncha vajdan balalarni cho'nglarning nazoratidan ayrilib qolsalar, o'zini bilmay oxir tuyuq yo'l kirib qoladi deb qaraydi. Biraylar menga mundaq dedi. Hey, mening balam siznikiga o'xshamaydi, bak mamadan. Biror qatam topshiriqni ishlashib bersam, bala qog'inim shu. Keyin hadisli bahoni ko'rsatib, topshiriqlarning hammasini menga ortadi. Navada u bala rostla shunday qilsa, buni ota-onalarning balaga topshiriq ishlashib berganligidan ko'rishgimi, balaning tug'ma xarakteridan ko'rishgim bo'lmaydi. Uning sababini faqat ota-ona bilan bala birga o'tkazgan uzun mezgillik jarayondagi nuqsonliq halqalarga mujassamlash mumkin. Har bir oilaning hayot halqalari farqli bo'lgani bilan uning xarakteri asosan o'xshab ketadi. Jumladan, undaq balalarning ota-onalari ko'pincha nabob usulning kasofati bilan balaning g'ururi va ishonchiga barham berib, hadisli balani o'kindirib, balaning o'z qadr-qimmatini his qilish imkoniyati bermaganligi uchun bala bara-bara yo'ldan chiqib, oxir fursat topsalar makorlik qiladigan bo'ladi. Aksicha izchil hurmatga sazovor bo'lib kelgan bola bo'lsa, g'urur va insoniy qadr-qimmat deganni obdan biladi. Bundaq bola ota-onasining yaxshi ko'nglidan foydalanib, o'zini nomusga qo'yadigan ishlarni qilmaydi. Tarbiya uşaq xalqlardan o'zini topadi. Balaga topshiriq ishlashib berishni ilib bersak, u ota-ona bilan bala birga o'tkazgan hayotlik musobaqasidagi ko'rminglagan uşaq xalqlarning biri. Ata-onalar aşı uşaq xalqlardagi masalalarni joyida bir yoqliq qila olmasa, qilgan tirishchiliklari aksicha natija beradi. Yeni kelib ata-onalardagi aşı uşaq masalalarni bir taraf qilish saviyasining yuqori ulardagi tarbiyaga bog'liq bo'ladi. Bireylarning deb berishicha, uning boshlang'ich maktabning 4-yilligida o'qiydigan bolasi topshiriqqa qiziqmaydi ekan. Uning ota-onasi ham berilgan topshiriqning jiqliqidan balaga chaqiradi ekan, ham topshiriqqa undaq suslik qilsa, balaning darslarni puxta o'rgana olmay qolishidan andish qildi ekan. Shunga har kuni balaning topshiriqini yepidan yengilgacha tekshirib chiqar ekan. U kishi deganim bo'yicha balasining topshiriqini ishlashib bermoqchi bo'ldi. Uning balasi ingliz tili darsiga eng o'chgan. Topshiriqqa yordamlashadigan ishmi dal ingliz tili darsidan boshlandi. Va balasiga İngilizcədəki bu xam xətlərni müəllimnin digəndək 10 qatim yazmay, bilgənlərini bir qatim, bilməydiğən xam xətlərini 3 qatim yazsanlı boldu, dəbdikən, bala şunda xoş bo'lib ketibdi. U kishi birdamdan keyin balaning topshiriqni yana tekshirib, uning 3 qatimdan yozgan xam so'zliklarini bilib olmaganligini sinab ko'ribdikan, bala o'sha so'zliklardan 2ni xato yozib qo'yibdi. U kishi balasiga ochiqlab, "Voy, bayla yozgan so'zni unutib qolganing nimasi endi?" debdi va shu 2 xam xatni 10 qatimda yozishni buyuribdi. Bundan keyin pushkan bola, "Bayla 3 qatim yozsang bo'ldi" deb qo'yib, endi 10 qatim yozmasang bo'lmaydi deyotganini deb qudurguncha xam so'zliklarni ilojsiz 10 qatimda yozibdi. Heliq kishi birdamdan keyin yana tekshirib beqibdi ekan, bola bayla o'rgangan 2 xam xatni yana xato yozibdi. Bundan quyuq chochlari tik turib ketgan dada balasiga dashnam bag'il turibdi. "Voy, bu 2 so'zni 10 qatim yozgan bo'lsang, yana nimashga o'rganamiding deyman-a? Endi har birini 20 qatimda yoz." Bu ish balaga bakla alam bo'pti.
Әмма балның шу чағда kayfiyatini nazarga almağıda her qancha galvan bolmu bir so'zni 20 qatimda yazsa uni cho'qim egallab oladi deb o'ylagan ekan. Әмма 3-нче qatimliq tekshirishda balning haliqi ikki so'zni yana xato yozib qo'yganligini ko'rib hayron has qopdi. G'azabdan yerilib ketay deb qolgan o'dida bu ishni faqatli ko'nglimga sig'dirolmay, endi osh xam so'zlarni 50 qatimdan yozsan, qani o'rganmaganingni bir ko'ray debdi. Azar yegan bola oxir bo'ri terisini kiyibdi. Chunki bundaq hisoblaganda bolaning yozg'ini muallimning degani bo'yicha har bir xatni 10 qatimdan yozgandanmi jiq bo'lib ketadi ekan. Shunda qilib ota bola ikkisi janjallashib jahonni birabdi. Qisqasi bolaga topshiriq ishlashib bermoqchi bo'lgan bo'dida chapqini olaman deb ko'zini qarg'a qildi. "Hay, ko'rsatgan u amalingiz mening bolamga mos kelmaydi emasmi?" dedi u kishi hasrat bilan. "Balam sizning balangizdek aql topqini yo'q. Balangiz ota-onasining holiga yetishni bildi ekan. Mening balamchu mumkin emas." "Farq rostilla balalardimidu?" "Yo'qsu. Gunohni balda qo'ysaqmi bo'lmas," dedim gapni udilla ichib. "Oldi bilan bu xil usulning durustligiga ishonishingiz kerak. Ammo siz dastlabida balaga topshiriq ishlash beradigan ishni chin niyatingizdan qilmay, qandaqdir yordamni dastak qilib turib, balani sinab boqmoqchi. Balangizning boshqa balalarga o'xshash ota-onasining degan yeridan chiqadigan chiqmaydiganligini bilib boqmoqchi bo'libsiz. Shunga balaning topshiriqiga yordamlashib bo'lgandan keyin darhol shu xam so'zliklarni bilib olgan, bilib olmaganligini tekshiribsiz. Uning ustiga ko'nglingizning bir yerida balamning topshiriqini ishlashib berganim uning qilgan himmat, shunga balam bu himmatimga obdan natija bilan darhol javob qaytarish lozim degan tamoda bo'libsiz. Shunga balangizning xam so'zliklarni to'liq o'rganib bo'lolmay, umidingizni yerda qo'ygan hamon uningga chechilib, topshiriqni qayta yozg'izib jazolabsiz. Balaga topshiriq ishlashib berishdan maqsad balani ziyoda ham muvofiq topshiriqning azobidan qutuldirish edi. Ammo siz topshiriqni daraksicha jazo quroliga aylantirib qo'yibsiz. Demak, harakatingizdagi beshi bilan oyog'i ro'bro kelmaydigan bu xil ziddiyat balangizni gangirtib qo'yibdi. Bunda qilsaq o'rganishdan texim bezdirdi. Hatto balani ota-onasidan nafratlanadigan qilib qo'ydi. Buning bilan bala bara-bara o'rganmaydigan, ota-onasining gapiga hargiz kirmaydigan bo'ldi. U kishi bu analiz va tanqidlarimni darhol qabul qilgandek emas edi. "Bala bilan bala o'xshamaydi-da", dedi u kishi gapni kesibla. "Sizning balangiz ijtihodchan bo'lg'achqa bu usul mos keldi ekan. Ammo mening balam o'rganishga ko'ngil qo'ymaydi. Shunga bu usul mos kelmagidek." "Durust. Bala bilan bala o'xshamaydi", dedim yana tushuntirib. "Qaraganda balangiz uzundan beri topshiriqning besimi va ota-onasining nazoratchiligi ostida qiynalgan bo'lg'achqa topshiriq va ota-onasi bilan zidlashishga odatlanib qopti. Mana endi uning o'rganishiga yordamlash usulini tuyuqsiz o'zgartdingiz. Bundaq chog'da balani pixsik jihatdan muayyonlashtirishga sal qarsak, bala buningga damalliqqa moslasholmaydi. O'rganish ishonchi kuchli bo'lmag'achqa, ba'zi narsalarni tezdan o'rganish iqtidori kamchil bo'ladi. Shunga balangizni pixsik jihatdan noyda savrchanlik bilan yetaklang. Uning asta-asta o'zgaradiganligini oldirmay kuting ham ishining. Ammo balam nimancha bola do'chung bo'lib qolgandi deymina, deb chichilg'il turdi u kishi. Qayta yozg'izsammi yana o'rganolmayotidi. Meningcha uning ko'ngli darsda emas. Bir xam so'zni necha 10 qatim yozib o'rganolmaslik bolaning aqlliq yoki do'dlikligi emas, uning kayfiyatiga munosabatlik, deb tushuntirdim. Bizarlik odamning xotirasini yomon ta'sirga uchirtadi. Odatda nihoyat aqlliq va chechan bolalarning o'rganishi tuyuqsiz chekinib ketishimi dal mush sababdan. Undaq bolalar qarmoqqa o'rganishga ko'ngillashmayotgandek ko'rindi. Ammo ularning o'rganishga tirishish yoki tirishmasligi asossiz emas. Chunki tirishish biror ishga kuch chiqarganga o'xshaydi. Bu yerdagi kuch bolaning o'sib yetilish davomida silingan puxta asosning bor yo'qligiga bog'liq. Demak, u uzun mezgillik o'sib yetilish davomida tadrijiy cho'g'ilib, ondan shakllandi. Hatto cho'nglarmi o'z yaxshi ko'radigan va ko'ngil tatgan narsalarga ondan ijtihod qila oladi. Heli kishi jimib qoldi. Qaraganda u sal-pal o'ylanayotgandek qiladi. Men gapimni davomlashtirdim. Menimcha siz oldi bilan balangizning ko'nglidagi topshiriqqa bo'lgan bezorlikni ojizlashtirib, ondan uningda o'rganish ishonchisini va qizg'inligini asta yetildirishga tirishib beqing.
Shundan keyin balaning o'rganishga ehtiyoj qiladigan qilmaydiganligiga bir nima degan bo'ldi. Balangiz 4-yilga chiqibdi. Uningdagi o'rganish bezorligining paydo bo'lganiga uzoq bo'pti degan gap. Shunga uni tuzatishga hali uzun vaqt ketadi. Shunga cho'qim savrchan bo'ling. Balada shakllanganiga 3 yil bo'lgan odatni 3 kunda o'zgartib bo'g'il bo'lmaydi-da. Men u kishiga mundaq taklif berdim. Menimcha, siz ishni faqat balaning o'rganish yukini yengiltishdan boshlang. Qilgan yardamingiz uchun balaga hech qanday qo'shimcha shartlarni qo'ymang. Masalan, balaga qilgan yardamingizning badaliga uni har kuni o'rgangan xam so'zliklarni shu kunla to'liqlab o'zlashtirib olishni talab qilib yurmang. U chiqqan deganda balaning ba'zi mazmunlarni vaqtincha o'zlashtira olmay qolishi va topshiriqda ancha-muncha ketkizib qo'yishiga ziyoda eslolmang. Ota-onalar balaning ko'nglini tushunishi kerak. Masalan, balangizning ishini deyli. Balangiz ikki xam so'zlikni qayta tamashq qilib turibmi, o'rganmagan oshchog'ning o'zida oldingizda nomusdan kirib ketay deb qolgani aniq. Shunga balangizning holiga yetishingiz va bak uduqib ketma balam, astuvag'ningizni yana 2 qatim mashq qilib baqqin, yana o'rganmasang hozir qo'yib tur, asta-asta o'rganib olsan deyishingiz kerak edi. Bundan keyin balangizning odatdagi ifodasi va ishlagan topshiriqlardan taraflashga tegishli nuqtalarni bayqab, uni muayyanlashtirib maqtab turing. Masalan, topshiriqlarining burunqidan rətlik chiqayotganligini, to'g'ri ishlaganlarning burunga qaraganda ko'payib berayotganligini balaga yuztiran ayting. Ish qilib bala o'rganishdan bara-bara xo'shallik topsin. Shundaq bo'lganda balaning o'rganish bezorligi tadrijiy ojizlab boradi. Balaning topshiriqni ishlashib berish qandaqdir balaning ko'z bo'yamchiligiga hamdam bo'lganlik emas, balki maktab tarbiyasidagi bir qism savalliklarga idroki o'kti qo'yib balani davog'idek erkin fursatga va hayot xo'shaligiga erishtirish orqali balaga o'rganishga amaliy yuzlanishni o'rgatish uchun noiloj qo'llanilgan chora. U ham balaning o'rganish qizg'inligini saqlashdagi unumli usullarning biridir. Shunga oldi bilan ota-onalar buni chin ko'ngildan qabul ko'rib, ko'ngil turg'izib olgandan keyin ondan amaliyotida ko'rsatish lozim. Navada ota-onalar qilayotganlarining to'g'ri xatoligiga o'zim ishonch qilolmay, dakki-dukkida azoblansa, bu hol balanimi dargumonga silib qo'ydi-da, bala o'zini ko'z bo'yamchilik deb tushunib qilib har oladi. Odamning ma'lum bir odat yoki yusunga haqiqiy tuyg'usining yordamisiz o'kti qo'palishi mumkin emas. Uning ustiga cho'nglar ko'ngildagi gumonni balalar oldida hargizmi yushirib bo'lolmaydi. Chunki balalar nihoyat ziyrak keldiganlik uchun ular ota-onasining ko'ngildagini uning ko'zi va so'zlaridan bilib olaydi. Qizim boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'da menga hazilga o'xshab ketadigan mundaq bir ishni deb bergandi. Bir bala yana bir bala ishlatayotgan xam xat so'z daftarining har bir qurida 8 katakchi borligini, ammo o'zining daftarida bo'lsa 10 katakchi borligini bayqabdi va uy qaytgandan keyin apsab qaynab ketibdi. Başqa balalarning apsi daftar olishga bek usta ekan, ammo sen-chu, daftar olganda hatto har bir qurda necha katashdan borligini qarab boqmabsan. Yaqay, buni bilaman, debdi balaning apsi. Daftar oldigan chog'da magazinchi 8 katashchilikni olamsiz yoki 10 katashchiliknimi deb so'ragan edi. Men 10 katashchilikni olaman deb atay tanlagan. Har qurga 2 dan xatni ortiq yozsang, xatlarni pishiq o'rganib olishingga foydali emasmi? Sinfdagi ba'zi balalar bu ishni muallimga inkos qilib, har bir quri 8 katachchilik daftar borlarmi, har bir xatni cho'qim 10 qatimda yozsin deb talab qildi. Ammo muallim bunda qilganda eshib qolgan 2 xat ostin qurg'a tushib qolib, ba'dining ratlikligi ta'sir etadi deb o'ylab, oxir bo'ldi. Har bir qurg'a 8 xat yozsanglarmi hisob, yozganinglarni bir qur bo'yicha hisoblay debdi. Buning bilan sinfdagi balalarning her quri 8 katachchilik daftarni izlab bağımığa yeri qanmaptı. Kunzi 3000 yıl ilgiri şagirdlaring qandaq bolsa, ta'liming shundaq bo'lg'ay degan ekan. Qadimdan tortib hozirgacha, Jungodan tortib chet elgacha mashhur pedagoglarning hammasi degidek farq tarbiya va o'zgacha o'qitish ideyasini ta'kidlab kelgan edi. Ammo o'qitish amaliyotida bo'libmi o'ttir boshlang'ich maktablarining topshiriqlarida hamma bir tayoqda aytildi. Bundaq topshiriq berish yusuni muallimlarga osonlik tug'dirib bergani bilan bir-biridan farqlanadigan o'quvchilar bir qalbga sig'dilishning dardida azoblandi.
Bu hal elimizning o'tir boshlang'ich ma'rifida saqlanayotgan og'ir masala bo'lsa-mu, bu xil usulning nomuvofiqligi haqida o'ylanib boqqan muallimlar yoki ota-onalar yo'q deyarlik. Jamiyatning har bir bolani kam kuchsiz tarbiyadan bahramon qila olishi mumkin emas. Ammo har birimizning yagona bolalarimiz uchun imkoniyatning boricha obdorroq tarbiyalanish muhiti hozirlab berish majburiyatimiz bor. Ata-onalar bolalarni og'ir yukining asoratidan qutuldirishning amalini qila olgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Buningda maktabning o'qitish islohotiga turtki bo'lish, ta'sir kuch paydo qilish yo'li bilan bu masalani siyosat jihatdan hal qilish qatorliq usullar ustida tirishib izlanishga arziydi. Faqat bo'lmaganda bolaning topshiriqini ishlashib berishmi unumli chora hisoblanadi. Bolaning topshiriqini ishlashib berish ilojsizlikning mas'ulida ko'rinsimi, amaliyotda bir xil tarbiya ingi va tafakkur usuliga vakillik qiladi. Chunki u ota-onalar bolasining o'rganishda yo'liqqan qiyinchiliklarni hal qilishiga yordam berish uchun qo'llanadigan amaliy tadbirlardan xolos. Xilma-xil bolalar xilma-xil maktablarda, xilma-xil muallimlardan ta'lim oladigan bo'lg'achqa, xilma-xil qiyinchiliklarga duch keladi. Bu qiyinchiliklarni hal qilishning hammaga bop keladigan o'rtaq amali yo'q. Ammo unumli usullarni cho'mqim topa olamiz. Bolaga amaliy ravishda yordam berishni niyat qilsaqla, nurg'un amal choralar o'zgidan hozir bo'ladi. Oxirida shuni eskartmoqchiman. Qandoq chorani qo'llanishingizdan qat'iy nazar, ustalik qilaman deb chandırib qo'yib, ehtiyotsizlik vajidan bolangiz ziyoda avorchilikqa qolmasin. Masalan, balaga topshiriq ishlashib berganingizni muallim sezib qolsa, uning ko'ngliga kelib balangizga o'zini ko'rsatib qo'ydi-da, buning bilan qilgan ishingiz ishki 5 tanga, to'qim 10 tanga bo'lib qoladi.